Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugungi darsimiz dod harfi. Do qattiq harf bo'lib, uni chiqarishimiz oson bo'lishi uchun ruscha i qo'yamiz, yoniga d qilib chiqaramiz. Ko'proq mashq qilsak shunda chiqadi. Boshida, o'rtasida va oxirida kelishlarini ko'rsatib o'taman. Boshida kelishi bantikni yozgandek bo'ladi. Yarmini qo'lini yozamiz. Proporsiyalarga ahamiyat beramiz. Oxirgi ko'rinishi sinda yumaloq doirasini yozgandek. Bir xilda. Bitta kletkani yarmiga yozsak bo'ladi. Nuqtasini ham ahamiyat beramiz. O'sha oralig'ini ustiga qo'yamiz. O'rtada kelishi nuqtasini sal bu yoqqa yozib qo'yibman. Do harfi qattiq talaffuz qilamiz. Do, d, du. D da ko'proq chiqadi. D deb turib, i'ni olib d deb mashq qilamiz. Ko'proq qaytarsanglar, shunda tezroq chiqadi shu harf. Vala dolin deb yozamiz u Fotiha surasida.